Tepaqo'rg'on yodgorligi Qo'qonli Batufdagi eng katta va eng ahamiyatli yodgorlik hisoblanadi. Bu yodgorlik bir davrda yodgorlik emas, asrlar yodgorligi hisoblanadi. Bir vaqtlar milodiy eradan avvalgi 4-chi va milodiy eraning 5-chi asrlari ichida faoliyat yuritgan Parkan degan davlat bo'lgan. Bu Parkan davlati konfederatsiya shaklida, ya'ni kichik davlatchalarni ittifoqi shaklida bo'lgan. Qo'qon vohasi ham bir davlat sifatida shu Parkan davlatining tarkibiga kirgan. Konfederatsiyaga kirib, uning markazi Qo'qon shahri bo'lgan, poytaxti. Arxeologik hadisalar mobaynida shu poytaxtni, shu yerdagi Xoqonni o'rdasi qoldiqlari topildi. O'rdaning juda katta joyni egallagan ekan. Mana bu keyingi vaqtda qurilishlar vaqtida ko'p joylar buzilib ketib, uylar qurib olishgan, binolar qurib olishgan. Saqlanib qolgan qismida ham o'rdani qadimgi poydevorlari, o'rda xonalar